Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda jiddiy va achinarli yangilik haqida gaplashamiz. Bu ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimizga bevosita tegishli bo'lib, bir maydan boshlab kuchga kiradigan o'zgarishlar haqida. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, ularning oila a'zolari uchun, umuman olganda har birimiz uchun nihoyatda muhim. Shunday ekan, diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Bu xabar sizning yoki yaqinlaringizning nafaqasiga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib borsin va hech kim xabarsiz qolmasin. Keling, avvalo muammoning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Oldinlari nafaqalar qoidaga ko'ra belgilangan tartibda avtomatik ravishda indeksatsiyadan o'tkazilar edi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham ma'lum bir qoidalar mavjud edi. Ular har yili o'z daromadlari haqida ma'lumot berishlari shart bo'lgan, lekin bu jarayon ba'zida shunchaki ma'lumotlarni yangilash yoki avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshirilardi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar ish joylarini o'zgartirganda yoki qo'shimcha ishga joylashganda bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishlari kerak edi, ammo bu doim ham qat'iy nazorat qilinmasdi. Pensiya miqdori va uning indeksatsiyasi ko'proq davlat tomonidan belgilangan umumiy ko'rsatkichlarga asoslanib, avtomatik ravishda oshirilar edi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlarning ish staji va ularning hisoblangan ish haqi hisobga olinib, nafaqalari qayta hisoblanishi mumkin edi. Ammo bu jarayon ham ko'pincha ularning arizasi asosida amalga oshirilardi. Endi esa bir maydan boshlab vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Yangi qoidalar joriy etilmoqda, ayniqsa ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun. Endilikda, agar siz nafaqa olgan holda rasman ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, har yili belgilangan muddat ichida pensiya jamg'armasiga o'zgarishsiz qoldirilgan yoki qayta hisoblangan nafaqani olish uchun yangilangan ish faoliyatingiz to'g'risidagi ma'lumotlar va daromad deklaratsiyasini shaxsan yoki vakolatli organlar orqali taqdim etishingiz shart qilib belgilandi. Bu talabga rioya qilmaslik, ya'ni belgilangan hujjatlarni o'z vaqtida va to'g'ri taqdim etmaslik, nafaqaning indeksatsiyasini to'xtatilishiga yoki hatto umumiy nafaqa miqdorining kamaytirilishiga olib kelishi mumkin. Bu jiddiy o'zgarish, chunki endi mas'uliyat ko'proq nafaqaxo'rning o'ziga yuklatilmoqda. Davlat organlari avvalgidek ma'lumotlarni avtomatik tarzda to'plash o'rniga nafaqaxo'rlarning o'zlari faol qatnashishini talab qiladi. Shuningdek, bu qoida ish haqi yoki boshqa rasmiy daromadi bor nafaqaxo'rlarga ham tegishli bo'lib, ularning daromadlari va ish staji yangi tartibda doimiy ravishda qayd etilishi kerak bo'ladi. Keling, ushbu jiddiy o'zgarishlarning batafsil tafsilotlariga to'xtalib o'taylik. Siz nimani bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak va kimlarga bu o'zgarishlar ta'sir qilmasligi mumkin? Birinchidan, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa shuki, yangi qoidalar asosan rasmiy ravishda ishlayotgan nafaqaxo'rlarga qaratilgan. Ya'ni, agar siz nafaqa olgan holda rasman biror joyda ishlasangiz, xoh u davlat tashkiloti bo'lsin, xoh xususiy korxona, bu qoidalar sizga bevosita tegishli. Siz har yili pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan yangi muddatgacha o'zingizning joriy ish joyingiz va olgan daromadingiz haqidagi aniq ma'lumotlarni taqdim etishingiz shart. Bu ma'lumotlarga sizning so'nggi ish stajingiz, ish haqingiz miqdori va boshqa rasmiy daromadlaringiz kiradi. Oldinlari bu jarayon ba'zan avtomatik tarzda yoki kamroq qattiq nazorat ostida edi. Endilikda esa bu majburiy talabga aylanmoqda. Xo'sh, kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? 1. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar siz nafaqa olgan holda rasman ishlayotgan bo'lsangiz, masalan, o'qituvchi, shifokor, injener, hisobchi yoki boshqa soha vakili bo'lsangiz, siz birinchi navbatda bu yangi qoidalarni o'rganishingiz va ularga rioya qilishingiz shart. Hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmaslik, pensiya jamg'armasi sizning nafaqangizni qayta indeksatsiyalashdan yoki hatto ma'lum bir qo'shimcha to'lovlarni to'lashdan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin. 2. Qo'shimcha nafaqa va imtiyozlar oluvchi nafaqaxo'rlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar asosiy nafaqadan tashqari, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus holatlar tufayli qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar olishadi. Agar bu qo'shimcha to'lovlar sizning mehnat faoliyatingizga bog'liq bo'lsa, siz ham yangi qoidalarga muvofiq tegishli ma'lumotlarni taqdim etishingiz talab etiladi. 3. Ma'lumotlari eskirgan yoki o'zgarishlar haqida xabar bermagan nafaqaxo'rlar. Agar siz ish joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz yoki nafaqa olgandan so'ng ishga joylashgan bo'lsangiz,
Lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz, siz ham xavotir olishingiz kerak. Chunki yangi tartibda ma'lumotlar noaniqligi nafaqaning to'xtatilishiga yoki qayta hisoblanishiga sabab bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? 1. Ishlamaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz faqat nafaqa hisobiga yashayotgan bo'lsangiz va rasman hech qayerda ishlamasangiz, sizga bu yangi qoidalar bevosita ta'sir qilmaydi. Sizning nafaqangiz odatdagidek umumiy qoidalar asosida indeksatsiyalanadi. Ammo shunga qaramay, har doim rasmiy pensiya jamg'armasining e'lonlarini kuzatib borishni tavsiya qilaman. 2. Yaqinda nafaqaga chiqqanlar. Agar siz yaqinda, masalan, so'nggi 1-2 yil ichida nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz yangi talablarga mos keladigan bo'lsa, sizda ham hozircha qo'shimcha tashvish bo'lmasligi kerak. Biroq, agarda siz ham ishlayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi qoidalar sizga ham tegishli bo'ladi. Keling, bir nechta aniq, real hayotiy misollar bilan tushuntiraman, toki vaziyat yanada ravshan bo'lsin. Birinchi misol, o'qituvchi Ayubjon aka. U 65 yoshda, 40 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lgan mohir o'qituvchi. U nafaqaga chiqqaniga 5 yil bo'ldi, ammo o'z sohasiga bo'lgan muhabbati tufayli maktabda dars berishda davom etmoqda. Ayubjon akaning hozirgi nafaqasi, masalan, 1800 so'm. Bu miqdor har yili umumiy indeksatsiya qoidalariga ko'ra oshirilardi. 1 maydan boshlab esa yangi qoida kuchga kiradi. Agar Ayubjon aka belgilangan muddat, ya'ni may oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga maktabdan olgan so'nggi ish joyi ma'lumotnomasi, uning oxirgi 6 oydagi o'rtacha oylik ish haqi to'g'risidagi hujjat va yangi shakldagi daromad deklaratsiyasini taqdim etmasa, uning nafaqasining keyingi indeksatsiyasi to'xtatib qolinishi mumkin. Tasavvur qiling, uning nafaqasi har yili o'rtacha 12% ga oshirilar edi. Agar bu oshish to'xtatilsa, Ayubjon aka yiliga qo'shimcha 180 216 so'm miqdordagi daromaddan mahrum bo'ladi. Bu uning oilaviy byudjetiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, dori-darmon yoki kommunal to'lovlar uchun sarflanadigan mablag'lari inobatga olinsa. Ikkinchi misol, Nafisa opa 70 yoshda. U bolalikdan nogiron, lekin shu bilan birga tikuvchilik sexi ochib, kichik biznes bilan shug'ullanadi va rasman og'zini band qilgan. U nogironlik nafaqasi va qisman mehnat nafaqasi oladi, jami 1500 so'm atrofida. Uning qo'shimcha daromadi bo'lgani sababli unga ham yangi qoidalar ta'sir qiladi. Agar Nafisa opa belgilangan muddatda o'zining tadbirkorlik faoliyati haqidagi hujjatlarni, soliq to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotnomani va o'zini band qilgan shaxs sifatida daromad deklaratsiyasini pensiya jamg'armasiga topshirmasa, uning mehnat nafaqasi qismi qayta hisoblanishi yoki hattoki ma'lum bir qo'shimcha to'lovlar bekor qilinishi mumkin. Masalan, agar uning mehnat nafaqasi qismi 500 so'm bo'lsa va u bu hujjatlarni taqdim etmasa, bu qismning qayta hisoblanishi yoki bekor qilinishi natijasida u har oyda bu summaga teng miqdorda kamroq nafaqa olishi mumkin. Bu uning uchun juda og'ir bo'ladi, chunki u dorilarga va yordamchilarga pul sarflaydi. Uchinchi misol, Hayotxon aya 68 yoshda. U uzoq yillar buxgalter bo'lib ishlagan, ammo nafaqaga chiqqandan beri ishlamaydi, faqatgina nabiralarni katta qiladi. Uning nafaqasi 300 so'm. Uning holatida yangi qoidalar bevosita ta'sir qilmaydi, chunki u ish faoliyatini davom ettirmaydi va rasmiy daromadi yo'q. Uning nafaqasi davlat tomonidan belgilangan umumiy indeksatsiya qoidalariga muvofiq oshirilaveradi. Biroq Hayotxon ayaning qo'shnisi Toshpo'lat aka 72 yoshda, u ham nafaqaxo'r, lekin do'konda qorovul bo'lib ishlaydi. Toshpo'lat aka ham Ayubjon aka va Nafisa opaning ahvoliga tushmasligi uchun o'zining ish joyi va daromadi haqidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga taqdim etishi shart. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto bir xil yoshdagi va bir xil mahallada yashovchi nafaqaxo'rlar orasida ham vaziyat har xil bo'lishi mumkin. Bu ularning ish faoliyatini davom ettirish yoki ettirmasliklariga bog'liq. Endi esa istisnolarga, tuzoqlarga va ko'zdan g'oyib bo'ladigan nozik jihatlarga to'xtalib o'taylik. Har bir qoida o'ziga xos istisnolarga ega bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham ba'zi jihatlar mavjudki, ularni bilish sizga yordam berishi mumkin. Istisnolar: 1. Harbiy nafaqaxo'rlar va kuch tuzilmalari xodimlari. Odatda harbiy xizmatchilar va kuch tuzilmalaridan nafaqaga chiqqan shaxslar uchun pensiya ta'minoti alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shu sababli bu yangi talablar ularga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin.
Ular uchun o'ziga xos hisoblash va taqdim etish tartiblari mavjud. Biroq baribir bu toifadagi nafaqaxo'rlar ham o'zlarining xizmat joylaridan yoki tegishli idoralardan aniq ma'lumotlarni olib, vaziyatni oydinlashtirishlari lozim. Zero, qonun hujjatlaridagi har qanday yangi o'zgarishlar ularning ham ta'minotiga bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Ikki maxsus imtiyozlarga ega bo'lganlar, masalan, Chernobil AES avariyasi oqibatida jabrlanganlar yoki boshqa davlat tomonidan maxsus himoyaga olingan shaxslar uchun qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar belgilangan bo'lishi mumkin. Ularning nafaqa olish tartibi ham umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Lekin shu bilan birga, agar ular ham rasman ishlayotgan bo'lsalar, umumiy ishlayotgan nafaqaxo'rlar qatoriga kirishlari va belgilangan hujjatlarni taqdim etishlari talab etilishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun har bir holatni alohida ko'rib chiqish va tegishli organlardan maslahat olish muhim. Tuzoqlarga e'tibor bering. Bir muddatlarni noto'g'ri tushunish. Eng katta tuzoq bu belgilangan muddatlarni o'tkazib yuborishdir. Yangi qoidalar bir maydan kuchga kirgan bo'lsa-da, hujjatlarni topshirish uchun ma'lum bir nazorat muddati belgilanishi mumkin. Masalan, 1 iyungacha yoki 1 iyulgacha. Bu muddatlarni aniq bilmaslik va o'z vaqtida hujjatlarni topshirmaslik avtomatik ravishda nafaqaning qayta hisoblanishiga yoki to'xtatilishiga olib keladi. Ko'pchilik eski qoidalar bo'yicha avtomatik jarayonlarga ishonib, yangi talablarga befarq bo'lishi mumkin. Ammo bu xato qimmatga tushishi mumkin. 2. Noto'g'ri hujjatlarni taqdim etish. Sizga talab qilinadigan hujjatlarning ro'yxati aniq bo'lishi kerak. Ba'zan pensiya jamg'armasining har bir hududiy bo'limida talablar bir oz farq qilishi mumkin. Shuning uchun eshitgan ma'lumotga emas, balki rasmiy manbalardan olingan aniq ro'yxatga asoslanib hujjat to'plang. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar qabul qilinmaydi va bu sizning vaqtingizni va harakatlaringizni zoya ketkazadi. Natijada muddatlarni o'tkazib yuborish xavfi tugiladi. 3. Eskirgan ma'lumotlarga tayanish. Internetda yoki qo'shnilar orasida tarqaladigan har qanday ma'lumotga ishonib qolmang. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi sayti, mahalliy bo'limlarning e'lonlari yoki ishonchli yuridik maslahatchilarning ma'lumotlariga tayanishingiz kerak. 4. Raqamli savodxonlik muammolari. Ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun elektron xizmatlardan foydalanish, onlayn arizalar to'ldirish yoki ma'lumotlarni internet orqali tekshirish qiyinchilik tugdirishi mumkin. Bu esa ularni xabardorlikdan mahrum qilishi yoki hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etishda to'siq bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Nozik jihatlar va yashirin nuansa. 1. Qonunning turli talqinlari. Ba'zan qonun hujjatlaridagi umumiy jumlalar mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlari tomonidan har xil talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniq va shaxsan o'zingizning holatingiz bo'yicha maslahat olishingiz muhim. Masalan, ba'zi joylarda ish faoliyatini davom ettirish deganda faqat to'liq shtatdagi ish tushunilsa, boshqa joylarda yarim stavka yoki hatto vaqtincha shartnomalar ham hisobga olinishi mumkin. Bu tafsilotlarni aniqlash shart. 2. Qo'shimcha daromad manbalari. Agar siz rasmiy ishdan tashqari boshqa qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lsangiz, masalan, ijara daromadi, qimmatli qog'ozlardan olingan dividendlar yoki boshqa tadbirkorlik faoliyatidan tushumlar, bu daromadlar ham yangi qoidalar doirasida deklaratsiya qilinishi talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa pensiya jamg'armasining tekshiruvlarida yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan muammo. Hozircha bu daromadlar bevosita nafaqaga ta'sir qilmasligi mumkin, ammo kelajakda qonunchilikda o'zgarishlar bo'lishi ehtimolini inobatga olish zarur. Shuning uchun barcha rasmiy daromad manbalarini shaffof va to'liq ko'rsatish har doim afzaldir. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, o'zingizning kategoriyangizni aniqlang. Siz ishlayotgan nafaqaxo'rmisiz yoki yo'qmi? Agar ishlayotgan bo'lsangiz, qanday shartnoma asosida ishlaysiz? To'liq shtat, yarim shtat, fuqarolik huquqiy shartnoma, o'zini o'zi band qilgan shaxs. Sizga qanday turdagi nafaqa tayinlangan? Yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, maxsus xizmatlar uchun. Bu savollarga javob berish sizning keyingi harakatlaringizni belgilaydi. Agar siz nafaqa olgan holda rasman ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, keyingi qadamlarga jiddiy e'tibor bering. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, baribir pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini kuzatib borishingizni tavsiya qilaman.
Ikkinchi qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Eng avvalo, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kiring yoki hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Yagona darcha markazlari orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. U yerda yangi qoidalar, hujjatlar ro'yxati va topshirish muddatlari haqida batafsil ma'lumotlar e'lon qilingan bo'lishi kerak. Internetda yoki ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmang. Ma'lumotni bevosita manbadan oling. Shuningdek, mahalliy gazetalarda yoki radio eshittirishlarda ham bu haqda rasmiy e'lonlar berilishi mumkin. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Agar siz ishlayotgan nafaqaxo'r bo'lsangiz, sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 1. Fuqarolik pasporti yoki itkarta, asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. 3. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Barcha yozuvlar aniq va oqishli bo'lishi kerak. 4. Songi ish joyingizdan berilgan sizning lavozimingiz, ish stajingiz, mehnat faoliyatingiz davomiyligi va ish haqingiz miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma korxona rahbari va bosh hisobchi tomonidan tasdiqlangan, muhrlangan bo'lishi shart. Ko'pincha oxirgi 12 oy yoki 6 oydagi ish haqi haqida ma'lumot so'raladi. 5. Yangi shakldagi daromad deklaratsiyasi. Bu blankani pensiya jamg'armasi bo'limidan olishingiz yoki rasmiy saytdan yuklab olishingiz mumkin. Unda sizning barcha rasmiy daromadlaringiz nafaqa hisobga olinmasdan aks ettirilishi kerak. 6. Agar mavjud bo'lsa, boshqa qo'shimcha daromad manbalarini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, tadbirkorlik faoliyati uchun guvohnoma, soliq deklaratsiyasi. Hujjatlarni to'plashda juda ehtiyot bo'ling. Har bir hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilganiga, muhrlar va imzolar joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. 4. Qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng, siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Shuningdek, yagona darcha markazlari orqali ham ushbu xizmatni olish mumkin. Agar sizning shahringizda yoki tumaningizda mavjud bo'lsa, ba'zi hujjatlarni elektron tarzda, ya'ni onlayn portal orqali ham yuborish imkoniyati bor-yo'qligini aniqlang. Lekin keksa yoshdagi fuqarolar uchun shaxsan murojaat qilish va barcha hujjatlarni joyida tekshirtirish afzalroq. Chunki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qandaydir kamchiliklar bo'lsa, shu joyning o'zida tushuntirish berishlari mumkin. 5. Qadam, arizani qanday yozish kerak? Pensiya jamg'armasida sizga maxsus ariza blankasi taqdim etilishi mumkin. Agar blanka bo'lmasa, siz qo'lda erkin shaklda ariza yozishingizga to'g'ri keladi. Arizaning yuqori o'ng burchagida hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi rahbari nomi va familiyasi, undan keyin esa sizning ism-sharifingiz, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingiz ko'rsatiladi. Ariza matnida sizning nafaqangizni yangi qoidalarga muvofiq qayta hisoblash yoki indeksatsiyalashni so'rab murojaat qilayotganingizni aniq yozing. Shuningdek, siz ish faoliyatingizni davom ettirayotganingizni va barcha kerakli hujjatlarni ilova qilayotganingizni bayon eting. Arizaning oxiriga sana va imzo qo'ying. Ariza nusxasiga qabul qilib oluvchining imzosini va sanasini qo'ydirib oling. Bu kelajakda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda sizga isbot bo'lib xizmat qiladi. 6. Qadam, muddatlar va nazorat. Hujjatlarni belgilangan muddatgacha topshirganingizga ishonch hosil qiling. Odatda pensiya jamg'armasi hujjatlarni qabul qilgandan so'ng, ma'lum bir muddat ichida, masalan, 10-15 ish kuni ko'rib chiqishi va sizga javob berishi kerak. Agar bu muddat ichida javob olmasangiz, shaxsan borib yoki telefon orqali murojaatingizning holatini so'rang. Pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda murojaat qilib, o'z holatingizni nazorat qiling. Hurmatli tomoshabinlar, bugun biz bir maydan boshlab nafaqaxo'rlarimizni kutayotgan juda muhim va ba'zilar uchun achinarli bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz nafaqa olgan holda rasman ish faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, yangi qoidalarga muvofiq har yili belgilangan muddatda tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz shart. Bu talabga rioya qilmaslik nafaqangizning indeksatsiyasini to'xtatilishiga yoki hatto miqdorining kamaytirilishiga olib kelishi mumkin. Har bir nafaqaxo'r o'z holatiga alohida e'tibor berishi, rasmiy manbalardan aniq ma'lumot olishi va kerakli hujjatlarni o'z vaqtida tayyorlab taqdim etishi juda muhim. Umid qilamanki, ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi.
Endi esa sizning bu boradagi fikrlaringizni bilishni istardim. Ushbu o'zgarishlar haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu sizga yoki yaqinlaringizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu videoga like bosishni unutmang, zero sizning har bir laykingiz bu muhim ma'lumotning yanada ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'ling, toki kelgusida ham bunday muhim yangiliklar va foydali maslahatlardan xabardor bo'lib turing. Sog' salomat bo'ling.